O'zbekiston Davlat konservatoriyasi O'zbek musiqa tarixi kafedrasi professori Ganiyeva Iroda Atabayevna. 20 yildan ortiq tanovorlar mavzusida ilmiy ishlar olib boryapman. Tanovor o'zbek xalqining noyob, durdona asarlaridan biri hisoblanib keladi. Tanovor o'zi nima, qachon paydo bo'lgan, bu so'zni orqasida nima ma'no degan ko'p fikrlar hozirgi kungacha xalqimizni orasida kelib kelyapti. Tanovor 19-asrning oxirlarida ayollar ichkarisida qora sochim kuyi bilan mashhur bo'lgan. Aynan ayollarni o'zbek xalqining, o'zbek ayolining ichki fig'onlari, ichki kechinmalari, hasratlari aynan shu kuyda ko'rinib turadi. Shu bilan birga 19-asrning oxirida Mavlona Muqimiy hunarmandlar bilan birgalikda, kosiblar bilan o'tirganda ular ham bizga shunday kuy yaratingki, biz ham shu kuyni sevib ish jarayonida ijro etaylik degan fikrga kelishadi. Va aynan 19-asrning oxirida Mavlona Muqimiy tomonidan Endi sendek murabbati yaratiladi. Va shu davrdan boshlab erkaklar orasida ham Endi sendek jono qaydadur degan murabbasiga tanovorni sevib ijro etadigan erkak hofizlar, erkak hunarmandlar ham bo'ladi. Tanovorni fenomen asar deb aytishimiz mumkin, chunki mana 1,5 asr mobaynida tanovorni o'zbek xalqi sevib ijro etib kelyapti. Har bir so'zning ma'nosi bo'lgandek, tanovor so'zining o'zining etimologik ma'nosi bor. Tanavor, tanani ovorasi, tanani isrobi degan ma'noda kelgan. Chunki aynan tanovor orqali ijrochi o'zini ichki dunyosini, ichki tuyg'ularini raqqoslar ichi harakat orqali shu kuyning ma'nosini ifodalashga harakat qilishgan. Farg'ona vodiysi, Toshkent vohasini shu to'ylarni, bazmlarini, davralarni qizdiradigan asarlardan biri tanovorlar. Tanovorsiz birorta to'y o'tmaydi. Vodiyni eng yaxshi ko'rgan musiqiy asarlardan biri tanovor, biri munojot. Endi tanovorlar 13 ga yaqin deb ustozlardan eshitganmiz, lekin keyinlar ham tanovorlar qo'shildi. Tanovorlar yangilanib boryapti. Eskisini ham unutayotganimiz yo'q. Chunki juda so'zlari, xalq so'zlari chiroyli. Andijondan o't yoqsam, Farg'onada tutuni, bu dunyoda bormikin yurak bag'ri butuni. Qarang, xalq so'zlarini, ana shu so'zlar axir xalqning yuragidan otilib chiqqan so'zlar-da, xalqning yuragidan otilib chiqqan she'rlar va ana shular tanovor bo'lib kuylanib kelgan bizga. Tanovorni bir qator o'zining sevimli ijrochilari ham bor. Bular orasida eng birinchi bo'lib qora sochimni ijro etgan adolcha tanovor Adolatxon aya bo'lgan va Qo'qonlik Bedamxon ayalar bo'lishgan. Bu tanovorni mashhur qilgan eng sevimli ijrochilardan yana Halima Nosirova bo'lgan. Halima Nosirova ijrosidagi qora sochimni eshitgan Aysey Kozlovskiy, rus kompozitori, aynan shu asar kuy nomiga asar yaratadi. Va shu orqali tanovor yanada mashhur bo'lib ketadi. Farg'onada Ergash Tanovor degan nom olgan mashhur xonanda Hofiz Ergash Tanovor tomonidan bir qator tanovorlarni variantlari yig'ilgan. Keyinchalik mana hozirgi kungacha tanovorni bir qator variantlarini, namunalarini yig'ib kelgan Madali Hofizning o'g'illari Mamasidiq aka, Madaliyev o'z hayotlari mobaynida yig'ib bizgacha yetkazib kelganlar. Keyinchalik tanovorni juda mashhur ijrochilardan biri Tavakkal Qodirov. Tanovor kuyini raqs san'atiga kirib kelishiga sababchi bo'lgan buyuk inson o'zbek raqs san'atining asoschilaridan biri Mukarrampa Turg'unboyeva hisoblanadilar. Aynan Mukarrampa o'zlarining ijodlarida bu raqsga
sevgi, muhabbatni izhor qilib, shu raqs orqali ayollarning ichki dunyosini, afg'onlarini, orzularini ko'rsatishga harakat qilgan. Bu raqs monolog deb hisoblanadi, chunki ayolning sevgan yoriga bo'lgan muhabbatini raqs orqali ular ifoda etganlar. Hozirgi kunda ham bu raqsni sevib ijro etayotgan har bir raqqosa o'zini repertuarida bu raqsni sevib, marog'iga yetkazib ijro etib kelishmoqda.